shunaqa qilib turmush qurdik. Endi hozir qizim 19 yoshli bo'ldi, уже universitetda o'qiydi. Biz mana почти 9 yildan beri birgamizda turmush qurganimizdagi yaxshi yashaymiz. Endi nima deydi, O'zbekiston to'g'risida hech narsa amerikanitlar bilmaganlar. Lekin juda ko'p butun dunyoda bo'lganlar ish bo'yicha o'shanga bunchalik boshqalar O'zbekistonda, Pokiston deb o'tirishadi deb bitta bu bunchalik emas. Eshitgan O'zbekiston to'g'risida bo'lmaganda hech qachon. Keyin men musulmon oilada tug'ilib katta bo'lganimni прекрасно bilardilar. Ular unaqa religiozniy emas edilar, nima deydi. O'zi katoliklar, unaqa nima deydi, hamma religiyalarni hurmat qilib, o'ziga просто yaxshi nima deydi, yomonlik qilmay, to'g'ri, halol bola bo'lib, katta bo'lib, shunaqa o'sgan bolada o'zi. O'shanga keyin men aytganman, mayli, siz musulmon dinini qabul qilmasangiz ham, lekin bizani farzandlarimizda nikoh emas, anaqa azon o'qitirilishi kerak deganimda rozi bo'lganlar. O'shanga anaqa ikkinchi o'g'limga ham, uchinchi qizimga ham azon o'qitirilgan. Agar topsam hozir bu yerda balki ko'rsatib qo'yarman sizlarga. O'shanga bizda hech qanaqa problema yo'q anaqa bo'yicha, din bo'yicha. Chunki men o'zim ham unaqa religiozniy emasman, anaqa Xudoga ishonaman, Alloh deyman, lekin unaqa dinga unaqa kirib ketmaganman.